Sizda ham Damas avtomobilingiz bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib turing va yo'lda qolib ketishni xohlamasangiz, videoni oxirigacha ko'rsangiz, Damas avtomobillari tramvay bo'lgani hisobiga suv tekkandan keyin bor, avtomobil yurmay qoladi-yu. Xuddi shunaqa muammo bo'lmasligi uchun bitta qora salafani olasiz. Hozir yog'ingarchilik payti boshlandi-yu. Mana shunda bismillahirrohmanirrohim tepa tomondan o'tkazib qo'yasizlar akalarim mana. Tramvay ustini xuddi shunaqa qilib akalarim bekitib chiroyli qilib qo'ysalar bor, avtomobil tramvayga suv tegmaydi va sizlar avtomobillaring yo'lda yurmay qolmaydi akalarim. Chiroyli qilib, mahkam qilib baylab qo'ysalaring bor, tramvay ichiga suv kirgandan keyin bor, avtomobil yurmay qoladi va yo'lda qolib ketish ehtimoli juda katta bo'ladi-yu. Juda ko'p shopirakalarning xuddi shunaqa muammolar orqasidan yo'lda qolib ketishadi. Bizning maqsadimiz insonlarga foydali kontentlar qilishda iborat akalarim. Faqat biz profilimizga obuna bo'lib, like bosib qo'ysalaring bo'ldi va chiroyli qilib salafani o'tkazib baylay beramiz. Bu avtomobilimizda xuddi shunaqa muammolar kuzatilmaydi. Kimda aytish mumkin, salafaning erib ketib qolishi mumkin, uni bunaqa qilib qolishi mumkin dedi-yu. Buni ham chiroyli qilib akkuratni qilib qo'ysalaring, xudo xolasa hech qanaqa muammo bo'lmaydi akalarim. Joylar sog' bo'lsin.